33 yoshdan so'ng har ikkinchi ayolda depressiya hissi kuzatiladi. Kam ovqat yesangiz ham vazningiz oshib, sochlaringiz to'kilish boshlayapti. Kunda 30 soat ishlagan kabi o'zingizni horg'in his qilyapsiz. Endokrinologlar esa bundan oson qutulish yo'lini sizdan yashirishadi. Bu muammolarning kelib chiqish sababi bu gipotireoz bo'ladi. Klinikalarda gormon va analizlar uchun millionlab pullaringizni olishadi. Uy sharoitida esa buni oldini olish qalqonsimon bezning ish faoliyatini to'g'irlab qo'yadigan 7 minutlik mashq orqali siz bu muammolarning asl negiziga yechim topa olasiz. Bu 3 ta mashq asosan gormonlarni to'g'ri ishlashiga, qalqonsimon bez ish faoliyatini 3 barobarga tezlashtirib berishga va uyquda yotgan to'qimalarni ishlashiga, soch to'kilishiga davo beradi. 14 kun ichida siz go'zallik va energiyani tiklab olasiz. Bir oydan so'ng esa qalqonsimon kasalliklarni unutib, har xil gormon dorilardan va ortiqcha vazndan bir oyda 5-6 kilogrammdan xalos bo'lishga yordam berasiz.